edi. Bu narsa mana 24 dollar. Necha bor 3 barobar ko'tarilgan narxi. Mana shuni o'tgan hafta kelganimda 5 dollardan olgandim. Hozir o'tgan hafta kelganimda 5 dollardan olganman. Hozir 8 dollar pasti chiqibdi. 3 dollar qo'shilgan narxlari. Mana sizlarga qanaqa ta'sir qilyapti? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Javlon aka, yaxshimisiz? Aka, menga so'rab tugatib qolsa bo'ladimi? Bo'ladi, qolsangiz. Masalan, meni universitetimda onasini yemsan olayman, mana shuncha pulga. 5 dollarga 12 ta, 8 dollarga 18 ta. Endi o'zbekmiz, ko'prog'idan olamizda. Vashcha qimmatlab ketgan narxlar. Qaranglar. 18 dona tuxummi? Mana 18 dona tuxumni 8 dollar. O'zbekiston puliga vashcha 10 dollarga 100 mingdan oshadi. Shunga olyapman. O'zingizlar bilib olaveringlar, Amerikadagi situatsiya qanaqaligini. Amerikadagi situatsiya shunaqa og'ir ahvolda. Hali hamma o'shanga gapirib yotdi-da, Trampdan hamma bilan urushavermasdan magazindagi narxlarni tushirdi. Endi grocery shopning narxi tushmadi-ku hali ham deb urushyapti amerikaliklar Tramp bilan. O'shanga nima bo'ladi? Hop, Amerikada men o'zim universitetim haqida ma'lumot bersam, men universitetim STEM yo'nalishida, STEM MBA bo'lganligi uchun mana hozir o'qish bitirdim-ku. O'qish bitirgandan keyin Amerikada yana meni 3 yil qolish imkoniyatim bor. 3 yilgacha Amerikada bemalol yursam bo'ladi. Hozir vizamni cho'zdiryapman, o'zgartiryapman, lekin baribir oxirigacha ishlatmayman. Chiqib ketaman. Oxirigacha ishlatmasdan. Shuning uchun Amerikada siz topshirayotgan programmani kuchliligiga qarab va programmangiz STEM bo'ladigan bo'lsa, Amerikada o'qishib magistraturani bitirganingizdan keyin 3 yilgacha bemalol Amerikada qolsangiz bo'ladi. 3 yil ichida siz yaxshi ish topib, H1B viza qilib turib, keyin green kartaga o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. O'tib ketsangiz bo'ladi deganim. Narxlar kola narx tushibdi lekin. Salomatlik televiziyasi bilan ishlasam bo'ladimi? Bormoqchi edim Chikagoga. Televiziyasi bilan birinchi kelib oling. 300 dollar. Aka, bizni qiynamang. Faqat tuxum narxi oshganmi? Hammasi narxi oshgan. Hamma narsa narxi oshib ketgan. Tuxum emas, hamma endi tuxum misolida ko'rsatdim. Tuxumga katta ta'sir qilgan bu narsa. Kola narxi tushdi lekin. Nima bu kola? Xomi. Nimadir narxasi bo'lib shekilli. Til kursiga kelib turib ishlasam bo'ladimi? Til kursiga birinchi keling, keyin ishlaysiz, xudo xolasa. Til kursiga kelsam bo'ladimi deng birinchi? Til kursiga kelsam bo'ladimi desangiz, til kursiga kelsangiz bo'ladi deyman. Qaranglar, sizlarga mana kurtni ko'rsatdim. Esinglardan? Mana o'sha, mana aldagan. Kurt. O'zbekistondan keltirilgan deyman. Shirinlik ekan bu, kurt emas ekan. Ana shuni ko'rib o'tgan safar qurt ekan deb o'yladim. Qurt hozir yo'lda kelyapti. 2 soatdan keyin kirib keladi biz shtatimizga. Bo'ldi, oladiganim uchun uyda ichida o'ziga bemalol borib kelib ko'rsa bo'ladi. Yaxshi savol. Hozir 2 soatdan keyin istoriya qo'yaman, akam charchamagan bo'lsalar, ana shu kishi shu 3 yil ichida O'zbekistonga 1 oy ichida 2 martami borib keldilar, adashmam. 2 oyda, 1 oy demang. 2 oyda 2 marta borib keldilar O'zbekistonga, bemalol borib kelyaptilar. Ha, qo'yib yuboring, qo'ygingiz kelsa. Qo'yib yuboring. Men mana shunaqa narsalarga vaqtim bo'lmayapti-da. O'zim ham qo'yardim. Qo'yib yuboring. Mana shu yerda biz anaqa olamiz. Mana shunga qo'yib qo'ymayman yo'liga. Xo'sh. Mana mayonezlar, smetana deyman. Mayonez. Mana u ham o'sha narxda ekan. Keyin narxi mana 591 mm ligi 6 dollar. Mayonezniki
Bu yerda mana pastroqdagisi bor. Bu emas, uzr. Mana o'sha. Necha ekan? 887 mm ham $6. Biz nima qilamiz? Buni solishtiramiz. Bir xilmi? Real minus bir xil. Mana shuni olamiz. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Bo'ldi. Oldik. Endi halol magazinga boramiz. Sizlarga halol magazinni ko'rsataymi? Halol magazinda nimalar bor desanglar, halol magazinni ham ko'rsatib ketaman. O'zbek magazini yo'q xolos bizda. Men yashaydigan shtatda, shaharda o'zbeklar yo'q. O'shaning uchun o'zbek narsalari juda kam bu yerda. Top nechida turadi universitetingiz? Universitetim top nechida turadi ya, rostdan ham hozir. Qo'yamizda endi ikkita qo'lni uzmasak, odamlar orqada qolib ketyapti. Xo'p, universitetim Amerika bo'yicha top 60 talikka kiradi. Amerikada. Dunyo bo'yicha top 250 talikda ekan. Dunyo bo'yicha programmamiz Amerikada top 30 talikda turadi. Tushundingizmi? Bu yerda top deganda hamma tomonni hisobga olish kerak. Programmani hisobga olinadi, o'qiyotgan kollejimni hisobga olinadi va men polni universitet hisobga olinadi. Agar polni universitetimni hisobga olib aytadigan bo'lsak, ochibroq emas. Agar universitetimni hisobga olib aytadigan bo'lsak, universitetim o'zi top 250 talikda turadi. O'sha Poysen Quansda turadi. O'sha joyda shunaqa. O'shaga qo'yamiz endi. Sizlarga narxini hisoblab turinglar, oxirida aytasizlar. Arzonroqdan boshlaylik. Uch marta ko'rdik. Buni olib, ko'piga qo'yib turamiz. Hammasiga pul to'laymiz. Tuxumimiz 8,787 dan chiqdi. Yomon tomoni ice cream is twice big. All good? Yeah. Thank you. Ustiga buni soliq ham tushib qoladi. Bularning ustiga soliq ham tushib qoladi, tax. Shularni to'lash kerak. Olgan bodringimiz qayga yirtiq ekan. Bo'ladi. Hozir mashina o'zigacha $23 bo'ladi. To'g'lansiz, ikkada olyapmiz. Shunisiga qursamiz. Guruch qanaqaniki bu? Qaysi davlatini bilmayman, lekin basmati. Mana shu zo'r guruch bor-ku. Koreyaga borganimda yoqmasdi mana shu guruch boshida. Keyin yoqib ketdi. Piyoz ham bilan onasidan rosa qimmatga tushdi. $4 bo'lib ketdi piyoz. Pomidorni kilolab olamiz buni. Mana bu yoqdan qidiramiz pomidorni. Tomato bizga romalik kerak. $2, $1,5 bo'libdi.
bananni ham taroziga tortamiz. Mana shuning o'zida tarozisi bor mana shu yerda. $2 bo'libdi banan. Bu yerda qimmati uzun bo'ladi hozir. Uzun $5,5 mana shunisi. İki xil brenddan olganman. Bittasi $5,5, bittasi $3,5 ekan. $9 ga tushdi. Uzun. Olamiz. Ham oldik. Endi mana pastdagi naqamiz bor edi-ku. Suvni olib o'tirish shart emasdan yoqtirib kit qilamiz, mana tushdi. Narxini ko'rib turibsizlar, mana $58. $1.55 anaqa to'layapman. Nima deydi? Tax to'layman, soliq to'layman. Kartamizni olamiz va qo'yamiz. Yo'q, bu Walmart bu. Cashback bizga kerak emas. $58 ga tushdi mana. Bo'ldi. O't. Eko bozor emas. Mana buni chiqarib olishimiz kerak, print qilib, chunki bu eshik tagidan turgan amakilar tekshiradi. Bu yerga baho qo'yasizmi deyapti, baho qo'ymaymiz ularga. Mana u oldik, mana to'ladik, qo'limizga olamiz chekka. Chiqib ketayotganda uni amaki, musulmon amakilar o'zimizdanlar. Mana shu hammasi $59 bo'ldi. Ismlari Abdul ekan, ismlari. Assalomu alaykum. Ismlari Abdul ekan. Endi chiqamiz va yo'q, ahranchi emas-ku, ular ahran emas-ku, o'sha chiqib kelayotgan odamlardan tekshirib turadi. Ularni ko'radi. Mana shunga qarab, agar suv ko'p ketsa, oladi deb keskinroq qarab chiqadi. Chunki mana ba'zi odamlar olsa, mana ko'rdinglarki, tagida suv turadi-ku. Suv olganimda naqa qilmagandim. Ba'zi esdan chiqib qoladi, ikkilat urush, pulni to'lash. O'shandan keyin bular aytadi, mana uni pulni to'lamabsan deydi. Chil deydi. Branchga taklif qilishim kimdir? Branchga nima edi branch? Shunaqa $59 bo'ldi. Hozir endi go'sht olamiz. Go'sht olgandan keyin narx ko'rasizlar, qarab qimmat bo'lib ketishini. Hali buning ichiga halol narsalar qo'shilgani yo'q-da, go'shtlar. Halol go'shtlar ham agar qo'shiladigan bo'lsa, mana shu oddiy narsa. Juda masalan, yog'im bor edi, kartoshka, makaron olganim yo'q-da. O'shanda shunchalik chiqdi. Narxi. Qolgan payt qimmatroq chiqib ketadi bundan. O'rtacha, lekin mana shu o'zim yashasam, o'zim uyga mehmon chaqirmasdan mashina ochib olaylik. Zavtrakdan keyingi va bitdan keyingi ovqatlanish payti. Ha, brunch. Ha, brunch. Brunch emas, uzunga. Mehmon kelyapti O'zbekistondan. Bratanim kelyaptilar. Boshlaymiz. Onasini ko'rsak bo'ladi. Bitta qiziqayotgan savol bordaki, qarang, xotlanchiga ham yeysizmi? Xotlanch emas-ku, bu yoqda o'sha xotlanchga o'xshagan narsa bor. O'sha shortlarda pricelar qanaqa bo'lyapti? Boshqa shtatlar bilan solishtirganda Florida qarindoshlarimiz yashaydi. Hozir tuxum narxini ko'rsatdim. Tuxum narxi $24 bo'lib ketdi. 60 tasi, hozir 18 tasini $8 ga oldim.
O'sha 24tasini o'tgan yil $8, o'sha 60 talikni $8 olardik. Oldin. O'shaga qimmatlab ketdi. Olib hozirga tashlaymiz, yarim. Ha, bo'lmaydi qiziq. Ya, Ma'murjon aka to'ppa-to'g'ri aka. Mana shunisi ham bor lekin. Mana shu qo'yib turamizda yuklab olamiz. Ularni oxiriga qo'ysak. Bu obi hayot. Suvi ta'mi muz bilan deydi. Hozir halol magazinga borsak ham tiqib oladi, halol magazin ham. Ashi qimmat, halol go'sht qimmat. O'shaning uchun biz arzonidan olamiz halol go'shtni. Haliga tovuq go'sht ko'proq olaman, o'sha arzonroq chiqadi menga. Tovuq go'sht olamiz. Qolgani mol go'shtidan qiyma olaman. Bo'lmasa mol go'shtini lahm olsam, u qimmatga tushib ketadi. Studentlar yemasak ham bo'lardi. O'zi yaqinda iPhone 16 Pro Max olganman. Mana shu hozir iPhone 16 da sizlarni ko'rsatyapman sizlarga. O'shanga menga go'sht yeyish doktor aytdi. Cho'ntagingga zarar, go'sht yema dedi. Go'sht kam. Ha, sizlar kelsanglar bundan zo'rini qilib beraman. Bozorlikni. Hozir uyda narsalarim bor-da, yana nima qilmaylar. Haliga pas ketayotgan deb o'ylamaydi uyda. Uyda bozorlik bor-da, o'shaning uchun ko'p narsa olmadim. Hamma narsa yetarli o'zimizda. Endi halol magazindan ham olaman-da. Sen sizlar kelsanglar qo'y kutib olaman-ku, deymi? Ammo men borsam ham qo'y so'yib kutib olinglar-da, lekin O'zbekistonga. Men borsam ham birga birda mana. Mana men sizlarga javob beryapman. Kelinglar Amerikaga, men qo'y so'yib kutib olaman, lekin men boraman 2 oydan keyin. Meni ham shuni kutib olinglar-da. Go'shtni ta'mi iPhone 16 Pro bilan-da, xuddi shuda. Ana yo, o'sha kuni совпадениeni qaranglar. iPhone 16 Pro Max olgan kuni aytdim, darsim ko'payib ketib qolib, uyda qolib ketdim, ishlarim ko'payib ketdi-da, ocha olmadim. Ishoninglar, ana iPhone'ni. Haligi Xandarakda aytardi-ku, musallas bor ekan, lopchilar o'tiradi-yu, bir-biri bilan lop aytib. Bitta lop aytaman deydi. Ayt desa, bitta musallas bor ekan, shuni qattiq bekitgan ekan, rosa harakat qilib ocha olmadik, shuni qolib ketdi desa, bo'lishi mumkin emas deydi hammasi. Xuddi o'shandan-da. iPhone ochilmadi-da. Ochganim yo'q, olib kelganimdan keyin ancha turdi. Keyin ochadigan paytimda haligi uyda qorni ochib ketdi, kechasi endi ovqat qilgan erindimda, shuna shkafni ochsam, o'sha hotlanch turgan ekan. Hotlanch roltingga o'xshagan narsa. Keyin o'shan bilan video rasmga olib qo'yib, o'zim o'shanga rosa yozishdi. iPhone 16 ni olguncha go'sht olib yesang emasmidi deb. Katta o'sha naqalar onaxonlar yozishibdi. Bolam, nima qilarding iPhone 16 olib? Bundan ko'ra go'sht olib yegin, qara ozib ketganingni deyishdi. Voy, go'sht bor, prosta vaqt bo'lmay qoldi. Hazırlashib qo'ydim deb qo'ydim. USAga asosiy yapon markalar haydashar ekan bildim. Yapon o'shalar ko'p bayda, Yapon brendi. Toyota endi asosan Amerikada middle class familyda haydaydi-da. O'sha o'rta naqa deydimi? O'rta oilalar. Manzarani qaranglar. Hozir sizlar bilan haydayga chiqib ketamizda 10 minutda Xudo xohlasa halol magazinga yetib boramiz. Shu yerlar mana bu yerlarda uylar vobshe qimmat. Mana shu hozir ketayotgan joyimizni Apex deydi. Kerry bilan Apex ikkalasini chegarasidan biz hozir ikkita shaharchani hech kim qimmat bor uylar. Keyin bilib olinglar, mana shu Amerikada mana shunaqa Walmart naqalar bor, mana Walmart, Costco, o'shalar bor joylar bor-ku. O'shanaqa katta magazinlar bor joylar qimmat yuradi arendasi. Chunki haligi uy sotib olayotganingizda aytadi, within a walking distance deydi bu joylarda. Peshkom yurib borsa bo'ladigan joylarda, masalan, magazinlar, oshxonalar
yonida ko'rgan bo'lsanglar, o'sha hamma narsa bor edi. Mana maishiy texnika bor edi, mana Walmart yonida. O'zi Walmart bo'lsa bo'ldi, hech nima kerak emas. Lekin yonida baribir oshxona, sartaroshxona, ustaxona, hamma narsa bor. Mana shu yonidagi uylar odatiy uylarga qaraganda $200, $300 farq qiladi arenda narxi. Balinsa bor mana yonida aytgancha mana. Mana o'ng tomonimizda balinsa bor katta. Juda qimmat. Juda qimmat. Mana shu region juda qimmat. Mana shu yurgan joyimiz, lokatsiya mana shu qimmat. Hozir halol magazin ham katta mana shunaqa. Lekin narxlari qimmatligi uchun Walmartdan olaman. Mana shu grocery qilish uchun Walmart bilan Costco eng zo'ri. Boshqa mayda juda magazinlardan olmaslik kerak. Mana Foodline deganlari bor, vashshi qimmat ularda. Vashshi emas, nisbatan qimmat. Masalan, $5-10 tushib qo'yasiz. Ko'p narsa olaman desangiz, Costcodan olish kerak. Costcoda zo'r. Xudo xohlasa Amerikaga kelsanglar, birinchi ko'radigan narsanglar mana shunaqa yo'llar bo'ladi. Bular o'sha Amerikani highway, o'shani nima deydi? Magistralkasi. Bu yoqda tezlik 120 belgilangan. 120 dan past yura olmaysiz. O'zini chegarasi bor. Eng kami 100 mi, 80 mi yurishingiz kerak bu yerda. Eng balandi 120 yurasiz. Radarlar yo'q, e'tibor beringlar. Men sizlarga zo'r narsa aytib ketaman, mana shu ma'lumot. Radar yo'q. Bu yerda radar yo'q-ku, lekin mashinalar, ana Merisa mashinalar orqadan keladi. Yoki o'tirgan bo'ladi, qayladadir. O'zi agar o'sha me'yordan oshib haydasangiz, oshirib, orqangizdan keladida migalkasini yoqadi. View deydi, chekkaga ol deydi. Yoki mana bu chap tomonga olasizlar sariq palasani bu tomoniga. Yoki mana o'ng tomonda u oq palasani bu tomonida joy turibdi, o'sha joyga to'xtatadi va shtrapni zo'rini beradi. Chunki taraflar ko'p O'zbekistonga o'xsharkan. Ha, O'zbekiston o'zi. Ayniqsa Namanganga o'xshaydi. Taraflar ko'pligi. Keyin shtrap yozadi-da, shtrapni yozayotganda ham anaqa yozadi. Bu yoqda mana patruli oddiy politsiya yozmaydi-da. Kechirmaydi bular. Yozadi, iloji yo'q, point tushadi. Agarda haydab ketayotgan bo'lsangiz, masalan, 120 qo'yilgan bo'lsa, limit. Siz 140 dan baland haydasangiz, sizni ushlagan joyda qamoqqa oladi. Lekin shtrap yozmaydi, qamoqqa oladi, keyin mazani qochiradi. Mana 5-10 kilometr tezroq haydasangiz, shtrap yozishi mumkin, lekin agar 20 dan oshib ketsa, 140 haydab qo'ysangiz, bizning shtatimizda, mana shu yashayotgan shtatda shunaqa qonun. Qamoqqa olib ketadi. Avtomatik qamoqqa oladi, keyin o'sha joydan sud bo'ladi. Yashiringan gai keyin mashinaning radarlari bormi? Bor. Profilda F1 deb qoldirdim, vaqtingiz bo'lsa bemalol yozib qo'yasiz. Xo'p bo'ladi. Yozib qo'yaman, xudo xohlasa. Bugun bozor, hamma ketganlar qaytyapti uyiga. Chunki ertagadan ish, o'shaning uchun magistralkalarimiz to'lib yotibdi. Aytgancha hozir bu yo'lda remont bo'layotganligi uchun speed limitimiz 90 qilib belgilangan. 90 yurish kerak, lekin birorta mashina 90 haydagani yo'q. Men o'zim ham 110 ketyapman. Remont bo'ladi. Yo'llar kengaytirilyapti. Shimoliy Karolinaga, biz yashaydigan shtatga Apple o'zining kompaniyasini ochyapti. Juda katta kompaniya, naqasini, zavodini ochyapti. Ofisini ochyapti, zavodini deyman. Menimcha o'sha North Amerikadagi ikkinchi katta ofisi bo'ladi Apple kompaniyasini. O'shaning uchun North Carolinaga juda katta investitsiya kiritilgan. San Fransisko, New Yorkdan odamlar ko'chib kelyapti. Yer narxi, masalan, 5 yil oldin bitta uyni bemalol $300,000 ga olsangiz, hozir o'sha uylarning narxi $600,000, $700,000 ga chiqib ketgan. Chunki tabiatini ko'ryapsizlar.
menga o'xshab mana shunaqa videolar qiladiganlar ko'payib ketgandan keyin hamma ko'rib tabiatini ko'chib kelib olyapti-da. Ano Mr. Beast kim taniydi? O'zimga ham qaratay ozgina. Mr. Beast taniysizlarmi? YouTube'da anaqa bor-ku, bloger bor-ku. Bilasizlarmi? Ani challenge'lar qiladi. Ana O'zbekistonda Islom TVmi degan bola o'shandan birga bir kopiya qiladi-yu ideyalarni. Shunday chopadi-ku ko'ndalangi. Mr. Beast o'sha Krishtianolar bilan ham yaqindan anaqa qilib. Ana shu Mr. Beast bizning shtatimizda yashaydi, North Carolinada. Mana shu mendan bir 2 soat uzoqda tursa kerak uyi. Ha, o'sha pul sochadigan bola. O'sha bolani naqasi bizda uyi. Mana shu bizning shtatda yashaydi u bola. Postoyanno mana shu North Carolinada oladi hamma videolarini. Keyin birinchisi Apple kompaniyasi ochilyapti. Apple kompaniyasi Amerika mana shu bizning shtatga qurilyapti. Juda katta. O'shaning uchun mana yo'llarni kengaytirib, aholi soni slishkim statistikaga yozib naqlib turibdi. Juda katta ko'tarilib ketar ekan aqasi. Aholi soni oshib ketar ekan. Necha millionlab odam ko'chib kelmoqchi Amerika bizning shtatimizga. Undan keyin Disney ochilyapti. Disneyland bor-ku. Bilasizlar, Disneyland ochilyapti bizning shtatimizga. Endi yomon bo'ladi agar Disneyland ochilsa. Disneyland, Apple va yana o'sha qaysi katta brendlar o'zini naqasini ochmoqchi, Disney parkini ochmoqchi, lekin bunga qaranglar. Men sizga aytaman-da, bu narsani. Bizning shtatimizdagilar bu narsaga qarshi. Juda katta protestlar bo'lyapti hozir. Mana shu holatga. Mana shu holatga juda qattiq protestlar bo'lyapti. Nimaga deb o'ylaysizlar? Nimaga deb o'ylaysizlar? North Carolinaga, mana shu Shimoliy Karolina men yashayotgan shtatga nimaga ochilmasin deyapti. Apple kompaniyasi ham ochmasin deyapti. Disneyni ham ochmasin deyapti. Nimagaligini bilsanglar, yozsanglar, tahlil qilamiz. Qaranglar, masalan, O'zbekistonda Namanganlikman o'zim agar Namanganga birorta kattaroq artel o'zini fabrikasini quradigan bo'lsa, men qanaqa xursand bo'laman, lekin bizning shtatdagilarga xursand bo'lmayapti. Kelmasin deyapti, hech qaysinisi deyapti. Kelmasin deb aytyapti. Disneyda ham kelmasin deyapti. Disney meni shaharimdan 2 soatlik Fayetteville degan bitta shahar bor, o'sha joyga qurilish boshlagan o'sha. 2028 2030-yilga bitadi u joy. Lekin aholi hali ham protest qilib yotibdi. Qilmasin. Tarbiyani buzishda emas ekan. Assalomu alaykum Begzod aka. Tarbiyani buzishda emas, daraxtlar kesilib ketyapti. O'sha joyda qurish uchun daraxtlarni kesadi-ku. Mana birinchisida tabiat buzilyapti. Ikkinchidan aholi ko'chib kelyapti. Bizning shtatga o'sha masalan Disney ochilsa millionlab turistlar keladi. Hozir bizni North Carolinaga eng yaqin Disney bu naqada Orlandoda deyman. Mana Florida shtatida. Bu yoqdan bo'lsa, menimcha o'sha Chicago taraflarda. Uzoq demoqchiman. O'shaning uchun mana shu North tomonga bitta kerak deb turib North Carolinani tanladi. Endi daraxtlar shunaqa yomon kesiladi, o'rmonlar yo'q bo'lib ketadi va aholi ko'chib kelgan sari bu joylarda naqa qiladi. Mana bizni poyezdimiz ham bor. Mana tashida ko'rsatib berishdagi. Nima deydi? To'xtaymiz. Poyezd. Mana shu poyezd men universitetim ichidan o'tib keladi. Universitetimiz shunday ichidan o'tadi. Tabiati buziladi, o'sha aholi soni ko'payib ketadi, probka vashcha yomon bo'ladi. Probka eng yomoni, probkadan qo'rqyapti Amerika bizning shtatimizdagilar. Probka bo'ladi, keyin narx-navo oshib ketadi yana. Uylar qimmatlab ketadi. Uylar vashcha qimmatlab ketadi bu yerda. Mashina qayerga parkovka qilamiz? Shunda mana bugun bozor bo'lgani uchun hamma ko'chada. Kaliforniya, North Carolina o'zgartirib North Carolinaga viza olish ham osonroq. Mana shundan ham gapirib ketaymi. North Carolinaga viza olish osonroq boshqa shtatlarga qaraganda.
Chunki bu yerda o'zbeklar kam. Shunaqa North Carolinani iqtisodiyoti bizni iqtisodiyotimiz zo'r oshyapti. North Carolinaniki zo'r oshyapti. Yaxshi, lekin ish topishdan qiynalasizlar lekin. Bunisi ham aytib qo'yay. Mana dostavka qilish, taksi qilish. Nimaga desa, qaranglar. Mana shu meni shtatimda katta shtat, rostdan ham rosa katta shtat, zo'r, ekonomikasi ham zo'r, lekin dostavka, taksilar uncha foyda bermaydi. Buni sababini o'rganib chiqqanimda nimaga desanglar, qaranglar. Buni sababi meni shtatimda hamma haligi yer maydoni dehqonchilikda, polni o'rmonlar, haligi odamlar juda ham haligi geographically spread deydi ingliz tilida, tarqas joylarda o'zbek tilida kelmayapti o'sha gap. Hamma bir xil joyda emasda, bitta joyda yashamaydi. Mana masalan New Yorkda hamma bitta zonada millionlab odamlar yashaydi, to'g'rimi? Yoki boshqa naqalarda masalan San Fransiskolarda yer kamligi uchun, qimmatligi uchun hamma aholi zich bo'lib yashaydi. Lekin bizning shtatimizda aholi hamma joyda, masalan o'rmonlarda, u yoqda, bu yoqda. Keyin masalan universitetim masalan uyimdan deylik 20 mayl, ya'niki o'sha bir 40 kilometr, 50 kilometr uzoqlikda bo'lsa ham menga muammo emas bu narsa. Yetib kelaman o'qishimga, ishimga yetib kelaman. O'qishimga, ishimga bemalol yetib kela olaman. O'shaning uchun aholi bitta joyda yashash shart emas bu yerda. O'shaning uchun dastavkalar, masalan, bitta dastavkani olsangiz, bitta dastavka olib chiqib ketsangiz, uzoqqa ketib qolasiz. Tushunyapsizmi? Zakaz olgani. Uzoqqa ketib qolasizda, qaytib kelayotganingizda nevyigidniy bo'ladi. O'sha masalan, nech pul to'larkan? Menimcha $1 to'lash kerak dastavkaga, 1 mayliga. O'sha $1 bo'lsa, siz bitta dastavkani olib 15 mayl, $15 chiqib kelsangiz, qaytib kelishingiz pustoy qaytib kelasiz. O'shanda 30 maylga tushgan 15 mayl, $15 borib kelgan bo'lasiz. Yoki taksida ham xuddi shunaqa. Taksida ham $1 to'laydi, adashmasam. $1 ham emas, taksida arzonroq, 60 necha sent ham to'laydi. Olib chiqib ketasiz va qaytib kelishingiz tekin bo'ladi. Yoki u joydan bu joyga borib haligi qilib yursangiz, shtat kattaligi uchun juda qiynalib qolasiz. Faqat downtownda ishlayman desangiz, downtownda faqat o'sha asosan juma, shanba, bozor kuni ham emas, juma, shanba kunlari odam aholi ko'payadi. O'sha barlar bor, diskotekalar, restoranlar, o'shanga aholi keladi yoki bir oyda bir marta, 2 marta qanaqadir festivallar yoki 2 oyda bir marta katta festivallar bo'ladi. Ana shu festivallar orqali odamlar keladi bizning shtatimizga. O'shanda sal 1-2 so'm pul bo'lsa kerak. Bo'lmasa undan tashqari ko'rsataman, Ardom kechqurun ham ko'chalarimizni ko'rsataman. Bo'sh ko'chalar. Chunki bu yerda o'qiydigan naqasi zo'r. Haligi 3 ta katta universitet bor bizning shtatimizda. Top universitetlar uchalasi ham ana shular hammasi bizning shtatda joylashgan. Duke, UNC, NC State. Mana shu 3 ta. Research Triangle deydi bizning shtatimizda. North Carolina naqaga kirsa, bizni universitetimizni, bizni aeroportimizga shuna qo'nib turib, aeroportga shuna chiqsanglar, katta qilib yozib qo'ygan. Welcome to North Carolina State Research Triangle deb yozib qo'ygan. Haligi tadqiqotlar uchburchagi deydi. Tadqiqotlar uchburchagi degan narsa nimadan chiqqan desanglar, o'sha Raleigh, men yashaydigan Shimoliy Karolinaning poytaxti, Shimoliy Karolinaning poytaxtida yashayman men. Poytaxtda bizning shtat, bizning universitetimiz, mana shu North Carolina NC State deydi. Pastroqda Durham bor. Durhamda Duke universiteti bor. Duke universiteti Amerikada Penn universitet bo'yicha adashmasam top 10 talikda turardi. Men kelgan yilim, hozir menimcha ko'tarilib tushmagan bo'lsa, top 10 talikda bo'lish kerak. Dunyoda top 100 talikda turadi Duke. Keyin mana meniki North Carolina Raleigh NC State, Duke Durhamda turadi. Chapel Hill bor. UNC, University of North Carolina. Mana shu universitet ham top o'sha baland top 20 talikda tursa kerak, 10 talikda emas, top 20 talikda turadi. Xullas uchalasi juda ham mustahkam universitetlar. UNC system deydi. Mana shu uchalasi bitta sistemaga qarashli UNC system deydi. University of North Carolina nimadir, o'sha nomi to'liq esimga kelmadi. May oyiga ham oka duo qilib 20 kunlik green card chiqadi. Xudo xolisa. Men o'ynamaganman. Lekin sizlarga chiqsin. Mayli. Haligi ko'r odamdan tilaging nima desa, hamma ko'r bo'lib qolsin degan ekan deydi.
Men green card o'ynamaganman bu yil. Lekin sizlarga bo'lsin, chiqsin sizlarga xudo xolasa. Chiqsin xursand bo'laman. Lekin chiqmasa keyingi yil birga topshiramiz, xudo xolasa hammamizni qo'yaman. Mayga ham kam qoldi. Xudo may 3-may kuni bitiraman. Diplom olamiz. Kiyimlarimni tayyorlab qo'yganman. Shapkalarimni olib, chiroyli kiyimlarimni tayyorlab qo'yganman. Xudo xolasa 3-may kuni shapkalarimizni otamiz, diplomlarimizni olamiz, shu bilan gazini bosamiz. Xudo xolasa hayotimizdagi bitta juda katta marralardan bittasiga erishamiz. Amerikani diplomini olamiz. Ko'pchilik kim aytdi-ya menga? Amerikada nima qilasizmi, nima? Haligi uy joylarni ko'rsatadigan bloger ekansiz-a deb bir kishi gapirib qoldi, bir kuni gapiruvdi. Aytdim, menda dedim bekorchilikdan hobbi-da bu dedim, mana shunaqa narsalarni, lekin dedim, agar biznesdan dedim bironta anaqangiz bo'lsa qilamiz dedim. Sohamni o'zim tanishtirib ketay sizlarga, kimligimni aytib ketay. Men xalqaro biznes o'qiganman Koreyada. International business. O'zim soham mutaxassisi bo'lganman. O'zim soham yo'nalishim bo'yicha Liboy bilan bemalol tortisha olaman. Undan tashqari, hozir MBA o'qiyman. Masters of Business Administration top programmada STEM yo'nalishi bo'yicha bo'lganda ham, haligi oddiy MBA programmasi emas. STEM yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Yo'nalishim marketing, entrepreneurship va business leadership. 3 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassisman. Savolinglar bo'lsa, biznes boshqaruv, biznesni noldan tiklab olib chiqish masalasi bo'yicha olib bersanglar bo'ladi. Savolinglar bo'lsa, hal qilib beraman. Ikkinchisi marketing yo'nalishi bo'yicha. Marketingda endi Telegram kanalimda borlar kuzatayotganlar bilasizlar. NASCAR kompaniyasida malaka oshiryapmiz. NASCAR endi top brendoviy kompaniya. 7.7 milliard dollarlik proyekt ustida ishlayapmiz. NASCARda bu bo'yicha. Business leadership bo'yicha xudo xohlasa sertifikatga topshirganman, sertifikat olaman. 40 ming dollarlik sertifikatni biz universitetimiz tekinga beryapti. Ana shu sertifikatni diplomga qo'shib olaman xudo xohlasa. Mana shu kecha kuni oxirgi darsimiz tugadi. O'sha business leadership degan sertifikatimizni managing teams in a dynamic environment degan oxirgi fanimiz bor edi. Leading people hammasini olganman. Va shunaqa soha. Endi bu qaysi raqamlarni oladi leadership desanglar, shu naqani oladi. HR ko'proq o'ziga oladi. HR bilan ish qiladi. Human resource bor-ku, o'shalarni oladi. Xudo xolasa mana shu 3 ta yo'nalish bo'yicha endi logistikani ham tushunaman. Logistikani Koreyada o'qiganman. Bu yerda ham o'qiganmiz logistika, finance, ekonomika, iqtisodiyot, nima yo'nalish bo'lsa, unga ham aqlimiz yetadi demoqchiman. Haligi manaqa bema'ni gaplardan o'tirganda shunaqa mavzularda ham gaplashsak bo'ladi. Masalan, haliginda savol berdilar bir kishi, aka, Trump tarif qo'yayotganiga nima fikringiz bor? Bunga bizning zo'r fikrlarimiz bor. Bunga zo'r argumentlar bor, lekin bu narsalar ko'pchilikga qiziqmasa, 5 kishi qoldi ko'rayotganlar. Mavzu o'zgarsa, anaqa biznes narsasiga o'zgarsa, odamlarga qiziq bo'lmay qoladi. O'shaning uchun o'zimga ham zerikib ketaman, to'g'risiga. Masalan, 2 yildan beri shuni ichidaman. Oshnalarim bilan o'tirsak ham shu mavzuda, ko'chaga chiqsam shu ham atrofimda shu narsa. O'zbeklar yo'qligi uchun sizlar bilan shu har xil mavzularda gaplashib, vaqtimizni o'tkazib yuramiz. Amerikada marketing va biznes menejment bitta o'qisa bo'ladimi? Zo'r gap bo'ldi. MBA o'qisangiz, hammasini bitta o'qisangiz bo'ladi. Aytmoqchi bo'lgan universitetda bitta o'qisa bo'ladi. Bo'ladi. Masalan, men magistratura o'qiyapman, MBA, Masters of Business Administration ichida finance, logistika, marketing, leadership, innovation, Если вы устали hammasi bor. Hammasi o'sha uni xohlaganingizni tanlaysiz. Keyin masalan, birinchi kursda, birinchi semestrda majburiy hammasini o'qitadi, lekin yomon qiladi. Birinchi semestrda o'qiysan hammasini deydi. Hammasini o'qib chiqqaningizdan keyin ko'rasiz, o'zingizga aytasiz, "Ha, men mana shu narsa menga yoqdi, mana shu yo'nalish bo'yicha ketaman" deysizda. Men boshida entrepreneurship concentration bilan kelganman. Ya'ni ki o'sha biznes entrepreneurship o'zbek tili tarjimasini bilmayman, lekin o'sha bilan kelganman. Keyin uni o'qib bo'lganimdan keyin yana bor edi, meni concentrationimni o'zgartirsam bo'lardi. Marketingga olib oldim.
marketingni ham 2 xil 3 xil yo'nalishi bor. Men traditional marketingni olganman, lekin u yoqda digital marketing ham bor edi. Endi digital marketing faqat bitta yo'nalish bo'yicha haligi narrow bo'lgani uchun, juda ham uzkiy bo'lgani uchun yo'nalishni men digitalda olmaganman-da, общий marketingni olganimda marketing ko'proq narsalarni oladi. Digital ham o'shancha kirib ketadi. O'shani olganman, keyin leadership. O'sha narsani olish kerak. Chunki o'sha leadership bo'yicha juda ko'p narsalar o'rgansanglar bo'ladi. Odamlar bilan qanaqa muloqot qilish kerak, qayda qanaqa olib chiqish kerak, nima qilish kerak, managing teams, o'sha international teamni qanaqa boshqarish kerak, hamma yo'nalish bo'yicha bemalol o'zingizni mutaxassis bo'lib chiqsangiz bo'ladi o'sha yo'nalish bo'yicha. Hozirgi paytga kelib qo'limdan keladi, masalan, bemalol любой komandani bemalol xatosi qayda, nima muammosi bor, shuni aytib bera olaman. Analiz qila olamiz. O'shani nima qilamiz. Work and travelda borib qolib kechib maslahat berasizmi? Albatta legalni biznes bo'ladi. Biznesmen bo'ladi. Bo'ladi. Work and travelda qolib ketganlar juda ham ko'p. Work and travelga kelasiz Amerikaga. Kelganingizdan keyin shu hamma qilib yurgan ish srazi dokumentlaringizni olasizda narxiga topshirasiz. Kelganingiz Amerikaga qadam bosganingizdan boshlab turib language kurs topasizda, language kursga topshirib turib F1 ga transfer qilaman deysizda, USCIS ga hujjat topshirib qo'ysangiz, sizni hujjatlaringizni, sizni vizangizni nelegalga chiqib olishingizdan oldingacha ko'rib chiqiladi yoki sizniki ongoing processda bo'lib turadi. O'sha paytda ham agar vizangiz Amerikada o'sha J1 vizangiz tugagan bo'lsa ham Amerikada nelegalga chiqib olmaysiz. Obbo meni shuncha ma'lumot bilaman. Xullas shunaqa gaplar. Huquqiy narsalardan ham aytib qo'y. Yana political science o'qiyman bu yerda, Amerikada. Siyosatni ham yaxshi tushunaman. Mana aytib ketdi, maqtanib ketdi. Raz o'zi 3-4 kishi qoldi xolos, 3-4 kishiga maqtanib olay. Nimaga? Political science o'qiyman. Siyosatni yaxshi tushunaman. Amerikada bo'layotgan siyosatni, Amerikaning qonunlarini hammasini o'rganib chiqqanmiz, o'qib chiqqanmiz. Bu narsalardan ham haligi ma'lumotimiz yo'q emas, bera olamiz. Lekin hamma ma'lumotdan masalan chiqib berib ko'ryapman ozgina. Masalan, o'sha siyosatdan bir marta chiqib gapirib ko'rdim. Bundan gapirib ko'rdim. Buni odamlar qabul qilmayapti. O'zbekistondagi odamlar bu mavzularni qabul qilishligi uchun yo meni auditoriyam 1 million bo'lib turib, meni haligi podpischiklarim zo'r podishka qilib, men gapirgan gapga haqiqatan haligi osmondan olib yoki Googledan o'rganib olib turib, haligi yoki hype qilaman deb o'zimdan ozgina qo'shib turib gapirmayotganligimni tushunib yetadigan va meni o'sha haqiqatan mana shu sohalarda o'qiyotganimni biladigan odamlar bo'lsa, tushunsa, o'shanda keyin gapirsam bo'lar ekan. Lekin hozir meni hech kim tanimaydi. Bir ikkita video o'shandan bildim. Chunki bir xil gap gapiryapman. Mana men shu narsani kuzatdim O'zbekistonda, o'zimiz o'zbeklardan. Men auditoriyam o'sha paytda o'sha video, o'sha gapni gapirgan, o'qtashaganman videoni, bitta siyosat haqida gapirib chiqqanman Amerikada. Bo'layotgan vaziyatni gapirganman-da. O'sha paytda 14 mingtami 15 mingta obunachim bor edi xolos, aktiv zo'r emas edi anaqa. Gapirganman o'sha gapimni. Gapirganimda shunaqa hate kelgan menga, shunaqa hate kelgan, qarindosh urug'larim qolmadi, so'kinib tashadi, hammasi yolg'on ma'lumot, o'zingcha gapiryapsan, sen usan, sen palonda qilsan, pistonda qilsan, yomon haqorat qilishdi meni. Men gapirganimdan keyin u masalani biz universitetda o'sha darslarda o'rganib chiqqanmiz, ko'rib chiqqanmiz va men gapirib bo'lganimdan keyin u mavzuda oradan 2 hafta, 3 hafta o'tgandan keyin boshqa auditoriyasi sal kattaroq bitta bloger Amerikada, nomini aytmayman, bitta bloger, o'sha 200 ming 300 ming auditoriyasi bor odam chiqdi-da, gapirib berdi shu narsalarni. Men gapirgan gapni shundoq gapiryapti. Lekin unga chapaycha olishyapti. Sen dahosan, sen zo'rsan. Sen zo'rsan, qara sen aytmasang hech kim aytmas ekan bu mavzuni. Men bu yerda turibman. Ona 2 hafta oldin men gapirdim shu narsani. Men ham bundan bu Googledan ham gapiryapti men gaplarini. Bu mutaxassis emas, bu o'zi u bloger, u dastavka qilib yuradigan bloger, bu taksi dastavka qiladi bu. Prosta bu masha ma'lumot Amerikada qizib ketganligi uchun olib gapiryapti. Men bu mavzu hot topic bo'lishdan oldin ogohlantirgan emaslar, gapirganman, lekin o'sha paytda meni kazzob, yolg'onchiga chiqargansizlar. Dedimda keyin o'yladim, nimadan ekan bu deb analiz qilib chiqsam, ya dedim, o'sha paytda meni auditoriyam kam bo'lgan. Haligi men chiqarayotgan ma'lumotlar qanaqadir yolg'on ma'lumot deb odamlar qabul qilar ekan dedimda. Shu bilan o'sha haligi Amerikada qaraylar, mana uylar zo'r ekan, o'shanga o'tib oldim.
haligi jinnini yoqish deydi-ya, shunday jinnini yoqib yuribmiz-da. Auditoriya sal ko'payib olsa, keyin haligi gapirib chiqamiz ko'p narsalarni. Amerikadagi juda ko'p bo'layotgan ishlar bor, lekin ularga hozir biz o'rtada turmasam, o'rtada turmaydigan bo'lsam, даже o'zimni meni follow qilayotgan auditoriya ham o'sha hozirgi, masalan, meni tanimaydigan odamlar meni noto'g'ri tushunar ekan. Haligi qabul qilmas ekan bu narsalar demoqchiman. Masalan, men gapirayotgan gaplarni qanaqadir haligi to'g'risiga, vali maktabda o'qiydigan 4-5-sinf bolalar ham kirib bir jinsiy a'zolari bilan haqorat qilib chiqib ketsa juda alam qilar ekan. Uni nimaga yo'q deyman-da. Cho'pon bolalar ham qo'yini voqea yurib, uni nimaga bunga bir so'kinib qo'yish kerak, auditoriyasi kam ekan deb so'kinib chiqib ketayotganlar bor. Nezashto haligi. O'shunaqa gaplar ko'payib ketgandan keyin unaqa haligi o'zimni shaxsiy fikrim bilan chiqadigan ma'lumotlarni yoki mana shunaqa topiklar, mana masalan Amerikada tariflar oshib ketishi, 104% tarif qo'ydi Tramp Xitoyga. Bu juda yomon narsa, bu juda kulgili narsa bu. Va biz o'zimiz Xitoy bilan biznes qilamiz. Masalan, Amerikada hozir ozgina kichkina biznesimiz bor, Xitoy bilan ishlaymiz biz. Bu juda katta ta'sir qilyapti bizga. Bu narsaga men o'zim fikrim bor. Yoki Xitoyliklar O'zbekistonga kirib kelish haqida juda katta kezlar bor. Men 2019-yildan beri o'qiymiz bu narsani. Mashina ichida yuramiz. Bunga ham o'zimizning fikrimiz bor. Lekin u narsani biz bersak, hozir aholi, men auditoriya bu narsani jiddiy qabul qilmaydi biz gapirayotganimiz. Chunki bizning auditoriyamiz hozir endi bugunmi qaradim 25 mingta bo'lamiz. Biz ham bir o'sha 100 mingta, 200 mingta bo'lsak, keyin bunaqa haligi qattiq gaplarni gapirsak, keyin ko'taradi. Hozircha bizga o'zimizning levelimizni aytaylik, o'rnimizni bilganimiz yaxshi va unaqamizni chiqarmasligimiz kerak. Bunaqa gaplarga aralashmay turganim yaxshiroq hozirgi paytda. Chunki gapirganim bilan unchalik katta auditoriyaga chiqmaydi bu gaplar. Lekin gapirsam, o'sha ko'pchilik buni to'xtachi, bu bola o'ylab gapirayotgandir yoki bu bola rostdan ham mana shunaqa universitetda o'qigan, bu backgroundimni bilmaydi-da. Sen ichqoq deydi. Nimani bilasan? Nima o'zingdan chiqib olib gapiryapsan deydi. Lekin men uni orqasini o'rganib, tahlil qilib, konsekvensiya nima bo'ladi, plus minuslarini o'rganib turib gapirayotganimni men u odamga isbotlab berishim uchun u odam men haqimda qanaqadir ma'lumoti bo'lishi kerak. Agar men haqimda biladigan odamlar o'zi bilib tushunib olaveradi nima haqida gap ketayotgan. Shuni aytishadi. O'shaning uchun bunaqa mavzularda to'g'risi boshim og'riydi. Magistratura Amerikada qaysi o'qishga topshirish maslahat berasiz? Magistraturaga o'zingiz yaxshi ko'radigan o'qishga topshiring. Xudo xolasa, nimaga halol oshxonani ko'rsatmayapsan desangiz, halol oshxonada mana endi hozir esimga kelib qoldi. Internet nimagadir ana shu joyga kirsam uzilib qoladi. Internet ishlamaydi ana shu joyda. Endi hozir sizlarni ham vaqtinglarni olib, hozir yana kiraman, bozorlik qilib chiqib 10 minutdan keyin yana jonli efir qilaman desam, sizlarni ham vaqtinglarni olmayin. Shunga gaplarimni gapirib oldim. Savolinglarga javob berdim degan umiddaman, xudo xohlasa. Mana odam ko'p, trotuarlarga ham parkovka qilib tashlashyapti. Mana shu magazin, qaranglar, mana shu magazin yaqinda ochildi. Qaranglar, hammasi mana musulmonlar, mana hijoblilar o'tib ketyapti. Bu yoqda ham musulmonlar. O'nida eng katta masjidimiz bor. Rosa katta masjid bor. Mana shu ko'cha mahalladan bir 200 metr yurganda, chap qo'lga kirganda katta masjid bor. Juda katta masjid bor o'sha yerda. Ichida madrasalari bilan juda ham chiroyli naqalari. Lekin men u yerga bormayman. Men boshqa shahardagi masjidga boraman. Chunki boshqa shahardagi masjidda o'zimizga yaqinroq naqala imom, shunaqa yaqinroq o'zimizga. Shunaqa gaplar. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xursand bo'ldim sizlarni ko'rib. Kech paytroq haligi akamiz kelyapti O'zbekistondan. O'sha akamizni kutib olamiz. Hozir yarim soat qoldi menimcha. Yaqin kirib qoldim deydi. North Carolaynaga. U kishi Nyu-Yorkdan mashina haydab kelyaptilar hozir. Charchamagan bo'lsalar, ozgina suhbatlarni olamiz. O'zbekiston vaqti bilan menimcha ertalab nechilarda bir 7-8larda jonli efir qilishimiz mumkin. Aka bilan birgalikda endi vaqtlari bo'lsa. Yo'q, aytgancha mening mitingim bor. Boshqa kuniga ko'rishar ekanmiz sizlar bilan. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, yaxshi ko'rishinglar. Mana shu joydan kelaman har doim. Halol magazin yangi ochilgan. Ochilganiga 2 oy bo'lib qoldi, lekin zo'r muomalasi yoqadi ishchilarini. Mana shu mahalla oxirigacha halol magazin.
mana shu mahallani mana shu chiqib ketishdan shundoq borsanglar 300-400 metr o'tsanglar, endi masjid borligi uchun hamma halol magazinlar. Mana shu joyda turistskiy restoranlar bor. Bir 3 tami Turkiya restorani bor. 3 tami 4 ta. Bu yoqda o'sha falastinlik birodarlarimiz, akalarimiz ochgan naqalar bor. Al-Madina, har xil o'shanaqa halol joylar bor, juda ham ko'p. Yaxshi qoling, mayli, yaxshi bo'linglar. Inshaalloh yana ko'rishamiz, xudo xolasa. Bu yil ham green cardga chiqib qolar, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi niyat yarim bor. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Men sekin kirib go'sht olib chiqay. Aka, kelsalar ovqat urinmaylik, kelganlaricha bu narsa pishirib qo'yaylik.